Siz ham shu usulda bodringlarni tuzlab ko'rganmisiz baklashkada? Hozir sizlar bilan eng oson usulda bodringlarni tuzlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz suvga tuzimizni solib eritib olamiz. Tuzimiz ergungacha biz qolgan ishlarimizni tayyorlab turamiz. Bodringlarimizni ham yaxshilab yuvib, 2-3 soatga muzli suvga olib qo'yamiz. Shunda bodringlaringiz qirsillab, zo'r bo'lib tuzlab chiqadi. Shunaqa holatda dumlarini olib qo'yamiz va shunaqa shudring bodringdan foydalansalaring zo'r bo'lib chiqadi. Baklashkalarimizni yaxshilab yuvib, chesnok, qalampir, xren bargidan, ukropni gulidan, xohishga ko'ra yana bolgarskiy ham qo'shsangiz bo'laveradi. Murch donalaridan, lavr bargidan solib, oxirida bodringlarimizni to'ldirib chiqamiz. Har orada shunaqa urib qo'ysalaring havolari chiqib ketib, bir-biriga yopishib oladi bodringlarimiz. Oxirida yana bitta urib olamiz shunaqa yaxshilab. Shunaqa holatga keladi va tuzli suvimizni to'ldirib quyib chiqamiz. To'ldirib quyganimizdan keyin og'zini yaxshilab yopib, salqin joyga bir haftaga olib qo'yamiz. Yana bir ma'lumot, bu tuzli suvda bir haftadan keyin o'sha tayyor bo'ladi, bir haftadan keyin yesangiz bo'laveradi, lekin buni qishga olib qo'yish mumkin emas, aynib qoladi qishgacha. Agar qishga olib qo'ymoqchi bo'lsalaring, bu suvni bir haftadan keyin to'kib yorib, oddiy sterillangan, tuzsiz, hech narsa solmasdan suv quyib olib qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin baklashkada saqlashni maslahat bermayman qishgacha. Yoqimli